Endi siz yillar davomida cho'kkan xonadoningizni bor yo'g'i domkratlar orqali ko'tarish mumkinligini aniq bilmagansiz. Uy o'zi nega ko'tariladi? Bunga bir nechta sabablarni keltirish mumkin. Poydevorni almashtirish yoki ta'mirlash, uy balandligini oshirish, masalan, uyda yer to'la bo'lmagan taqdirda uni qurish uchun, namlik, chirish yoki cho'kkan joylarni to'g'irlash, quyi devor qismiga yangi material qo'yish yoki izolyatsiya qilish. Jarayon qanday amalga oshiriladi? Uy ostidan joy ochiladi, poydevor tekshiriladi, xavfsizlik chorasi ko'riladi. Domkratlar o'rnatilib, uyning strategik nuqtalariga bir nechta kuchli domkratlar joylashtiriladi. Katta uylar uchun albatta 4 tadan 6 gacha va undan ko'p domkratlar ishlatilishi mumkin. Uy asta-sekin va bir xil balandlikda ko'tariladi. Har bir domkrat bir vaqtda harakat qilishi shart. Bunda tajribali ishchilar har bir harakatni nazorat qiladi. Uy kerakli balandlikka ko'tarilgach, vaqtincha yog'och yoki metal tayanchlar qo'yiladi. Poydevor yangilanadi yoki qo'shimcha qavatlar quriladi. Ish tugagach, uy asta-sekin domkrat yordamida o'z joyiga qaytariladi va mustahkam o'rnatiladi. Agar domkrat noto'g'ri ishlatilsa yoki notekis ko'tarilsa, bu uy qulab ketish xavfiga ham olib kelishi mumkin. Bunaqangi ishlarni uy sharoitida qilishni aslo o'ylamang, chunki juda xavfli. Bu faqatgina professionallar orqali qilinishi zarur. Agar uy cho'kkanlar bo'lsa, bu videoni tez jo'natib qo'ying va bizga obuna bo'lib qo'ying.